Bugungi BMW Hayda kanalimizga navbatdagi BMW kelib qoldik. X7 ning ideali 36.000 probeg 2023-yil 24 model. Bitta like bosib qo'ying buni. Olov bo'lib yonib turishini qarang. Hammaga mana shunaqa mashinalarda oqayib yurish nasib qilsin borku. Полный night paket, mana ko'ryapsizmi? И полный kuzov broneplyonka qilingan, mexri berilgani. Yaxshigina full komplektatsiya, ya'ni orqa balonlarigacha qayladiganlik ekan. Даже mana orqa yozuvlari, ko'rasizmi, shulargacha night paket bo'yatibdi. Olov bo'lib turibdi. Saloniga bitta kirsak, mana qarang. Voy, shunaqangi приятный hid kelib turibdi. Kelib ko'rib, o'tirib ko'rsangiz ham sразу his qilasiz. Patolo alkantaroli, mana materialli emas, bitta bossak, mana sidinalar ochib beradi-ku. Shu joylariga ham maza qilaman. Qarang. Boshqacha, orqalariga даже odam o'tirmaganga o'xshaydi. Ha, pastakanliklar bor ekan orqada. Keyin Harman Kardon akustika sistema. Mana holatini bitta mana shu videoning o'zida ham ko'rsangiz bo'ladi. Pastakanlik istadi sovutadi. Head-up display, M paket. Ham ko'rasizmi, torpedkalari даже mana yonadiganlik. Pamyat sideniya ideal bo'lib turibdi. Mana joylariga maza qilaman. Bironta plastmas detal bo'lmaydi. Obshivkani tepasigacha koja tikilgan bo'ladi. Torpedkaning tepalarigacha koja. Mana shu kraska top toza 2023-24 model ideal X7 ni srochniga 118.500 ga attika bosib yuborsangiz bo'ladi. Qidirib yurgan bo'lsangiz, aynan mana shu rang 2024 dan chiqqan to'q grey rangda. Boshqacha lekin, bosib yuboringlar.